Bugun 31-may, bu degani bir necha soatlardan keyin transfer oynasi ochiladi. Biz esa sizlar bilan 2014-2015-yilgi mavsum yakunlariga ko'ra top 10 ta eng qimmat futbolchilar bilan tanishib chiqamiz. Real tarkibida o'rtacha mavsum o'tkazgan Gareth Balening narxi 60 million yevroga baholanmoqda. Yilda Barselonadan 42,5 millionga sotib olingan Alexis Sanchesning narxi hozirda 61 million yevroga baholanmoqda. Chelsea Frances Fabriksni sotib olib foyda ko'rsa ko'rdiki, aslo zarar ko'rmadi. 27 yoshli ispaniyalik futbolchining narxi 62 million yevroga baholanmoqda. Liverpool tarkibida ajoyib mavsumlarni o'tkazayotgan Rahim Sterlingga Yevropaning grandlari allaqachon hujumni boshlashgan. 20 yoshli futbolchining narxi 63 million yevroga baholanmoqda. Sergio Aguero Manchester City tarkibida 26 ta to'p kiritib, Angliya Premyer Ligasidagi oltin to'pni qo'lga kiritdi. Uning narxi 65 million yevroga baholanmoqda. Paul Pogba agentini Yevropa grandlari qo'ng'iroqlar bilan tinch qo'yishmayotgani bor gap. 21 yoshli fransuzning narxi 72 million yevroga baholanmoqda. Chelsea tarkibida ajoyib mavsumni o'tkazgan Diego Costaning narxi deyarli 2 barobarga ko'paydi va 84 million yevroni tashkil qilmoqda. Belgiyalik Xitoy egasi Eden Hazard Chelsea tarkibida fantastik mavsumni o'tkazib, Angliya chempionligini qo'lga kiritdi. Uning narxi 99 million yevroga baholanmoqda. Real Madrid va Portugaliya yetakchisi Cristiano Ronaldo ajoyib mavsumlardan birini o'tkazdi. U Real tarkibida 48 ta to'p kiritib, Yevropada oltin butsani qo'lga kiritdi. Hozirgi vaqtda uning transfer narxi 130 million yevroga baholanmoqda. Barselona yetakchisi Turkiya oltin to'p sohibi Lionel Messining narxi 220 million yevroga baholanmoqda. Bu mablag'ni to'layman degan klublar topilsa-da, Messi Barsadan hech qayerga ketmasligini aytib o'tgan. Agarda video sizga manzur kelgan bo'lsa, like va podpiska sizdan.